milliy sertifikat imtihonida tushish ehtimolligi bo'lgan bitta masala yechimini ko'rib o'tamiz. Tadqiqotchi bir xil uzunlikda 3 ta DNK molekulasi mavjud. Birinchi DNK, ikkinchi DNK va demak uchinchi DNK. Birinchi DNKda timin miqdori umumiy nukleotidlarning 20% ni tashkil qiladi. Birinchi DNKda timin 20%, ikkinchi DNKda timin 36% ni tashkil qiladi. Uchinchi DNKda esa 8% deng. Tadqiqotchi DNK namunalarini qizdira boshladi. Harorat ta'sirida qaysi DNK eng birinchi va eng oxirida parchalanishini aniqlashimiz kerak. DNKning eng birinchi va oxirida parchalanishi undagi vodorod bog'liq soniga bog'liq. Bu yerdagi uchala DNKning uzunligi teng bo'lganligi uchun vodorod bog'liq soni guanin va sitozinlar foizini qarab aniqlanadi. Qaysi DNKda guanin yoki sitozin foizi eng yuqori bo'lsa, shu DNK oxirida eng kami birinchi parchalanadi. Birinchi DNKda sitozinlar foizini topamiz. Timin 20% bo'lsa, sitozinlar foizi 30%. Ikkinchi DNKda timinlar 36% bo'lsa, sitozinlar foizi 14% deng. Uchinchi DNKmizda timin 8% bo'lsa, sitozinlar 42% bo'ladi. Demak, uchala DNKdagi sitozin va guanin foizini topib oldik. Bu yerda shunda eng oxirida parchalanadigan 3-chi DNK hisoblanadi. Demak, oxirida parchalanadi. Sabab bunda guanin sitozinlar foizi eng yuqori. Eng birinchi parchalanadigan esa, demak bu ikkinchi DNKda sitozinlar va guaninlar foizi eng past bo'lganligi uchun demak birinchi parchalanadi. Oxirida 3-chi DNK, birinchida ikkinchi DNK, birinchi DNKmiz esa 30% deng bo'lganligi uchun sitozinlar foizi demak bu ikkinchi parchalanadi. Demak buning sababi vodorod bog'liq soniga bog'liq. Qaysi DNKda vodorod bog'liq soni yuqori bo'lsa, demak uni parchalanishi yuqori harorat kerak. Vodorod bog'liq soni past bo'lgan, vodorod bog'liq soni kam bo'lgan DNK biroz pastroq haroratdan parchalanishi mumkin shunda.